Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli kardeşler. Sual ve cevap namlıq programımızın yeni sani arqılıq sizler bilen yeni görüşdük. Programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Mahmud Cadnam olam. Ben program riyasetçisi Abdülahad Ucat. Mahmud Cadnam olam programımızga hoş geldin. Allah razı olsun. Vaqt çıkaraldığınız için rahmet, Allah razı olsun. Hürmetli kardeşler, hemimizge ma'lum bo'lgandek, bugünkü programımızın asli temisi İslam'daki qarz ahkamları idi. Lekin bugün bu qarz ahkamları hakkında to'xtalmay, başka mühim bir tema hakkında to'xtalishdim. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaxshi ko'rish hakkında to'xtalishni muvaffaq gördük. Şuna bugünkü programımızın asaslık temaları müşahit buldu. Hürmetli Mahmud Cadnam olam programımızı başlasak. Aldı bilen yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni hürmetleşnin yoki qadrlash, yaxshi ko'rishning ki İslam'daki hükmü nima? Bu haqda qisqacha tushuncha berib o'tsalar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم والقائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah subhanahu ve taala bütün müminlerge Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizdinki ne kadar ulug'luğu ve kattılığı hakkında nurgun ayetler toxtalgan. Aslında bir insanninki Müslüman bo'lişi, Müslüman bo'lgandan keyin Peygamber aleyhisselamni yaxshi ko'rishi, suyishininki imanning bir qismi ekanligi haqida musulmonlarga alohida bu haqda to'xtalishninki hojati yo'q bo'lishi kerak. Lekin chet el muhitidagi fikri erkinlik degan davolar bilan bo'lsin, mayli boshqa millat, boshqa din, başka örf adetlerden tesirlengenlik sebepten bolsun. Bizden Şarkı Türkistanlık Uygur kırındaşlarımızdan işidi mi? Belki üzerine ben Müslüman deydigan, lekin ben Müslüman deyip durup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hürmetini caydı kılmaydigan, başkalarga, başka dindikilerge ergişip gitirgan, muşundak ehvallah kısmen bolsunu hayatımızda Kıravatımız 101 vatını. Şunun için bu haqda bir esiltiş, bülgenlerge nispeten esiltiş, bülmegenlerge nispeten büldürüş maksadıyla bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaxshi ko'rishninki bu iman bilan bo'lgan aloqasi haqida to'xtaldi deyishdik. Allah subhanahu ve taala to'g'rini so'zlashga nisib qilsin. Qur'oni Karimda Allah subhanahu ve taala insaniyetke ta Adem aleyhisselam'dan keyin Nuh aleyhisselam'dan başlap zaman boyu peygamberlerini evetip tuğallığını nurgun ayetlerde ta'kidlagan. Peygamberlerini evetişlik asaslık maksat insanlar Allah'tan yiraklap kainatını yaratkan zatını tanımay Allah şirik keltirdigan muşundaq vaziyetler şekillengen vakitte Allah özünü tuntuş, özünün kudretini tuntuş, bütün insanların sınak için yaratkanlığını özünün bir ve barlığını bildiriş için peygamberlerini evetip tuğan insanları esiltiş için. Şu peygamberlerin katarından ulanın en ahirkisi boğan, en ebziri boğan, en uluq, en katısı boğan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun dinkin peygamber kemmeydi. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve taala peygamberimizin süpetlep bu Hatemen Nebiyyin deb süpetligen. Yani peygamberlerin en tügencisi, en ahirkisiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'u men kıyametinin aldıda evetildim, mendin keyin peygamber kemmeydi deb bizge bildirgen. Muş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz silne-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyaya insaniyet kelam emez, belki bütün dünyadaki məxluqların hemmisi üçün rahmet kılıp evetdik degan. Peygamberimizden hayatı qaraydigan bolsak, peygamberimizden insanlar bilen bolsun,
Hatta hayvanlar bilen bolsun ne kadar mihribanlık, kuyumchanlık bilen muamele qilganligi insoniyatga bir rahmat ekanligida her qandaq bir insafliq inson bo'lsa buni inkor qilmaydi. Va shundaqla Allah subhanahu wa taala yana bir oyatda va innaka la ala xuluqin azim. Payg'ambar alayhissalomning axloqini sifatlab, sen nayt güzel büyük axloq egisi deb sifatlagan. Demak, bu payg'ambar mushundaq büyük ulug' payg'ambar. Bu haqda buningdan boshqa necha oyat, hadislar ko'z oldimizda turibdi ve shundaqla bütün dünyadaki insonlardan insafliq insonlarning bu haqda bergan guvohliklarimi kitoblarda, amaliyotdami ko'rinib turibdi. Endi bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni yaxshi ko'rishninki hukmi nima desa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni yaxshi ko'rish bir insonning musulmon mümin bo'lishining sharti. Her qandaq inson o'zini men musulmon mümin deydigan Peygamberimizni yaxshi ko'rish kerak. Allah subhanahu wa taala Qur'oni Karimda "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah" deb qo'ysizlar Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem bütün insonlarga, bütün müminlarga agar sizlar meni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, ya'ni sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, menga shu ergishinglar. Menga ergashganlikning o'zi mana bu Allohni yaxshi ko'rganlikning namoyandasi nerede oshkor bo'ldi desa, alomati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi ve sellemga ergishishda. Peygamber aleyhisselam'ni suyishda. Yani bir ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni sifatlab müminlerge ügütip Sure Ahzab'da "En-nebiyyu evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcihim ve ezvâcihi ummahatuhum." Yani Peygamber aleyhisselam müminlerge nisbeten bulanın yüzüdün mü çoğu ebzel. Yani bir müminge nisbeten Peygamber aleyhisselam'ni yüzüdün mü bek yaxshi ko'rish lazım. Yüzdün bek yaxshi ko'rmagan vaqtda bu haqiqiy mümin bo'lanmaydi. Şunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi ve waladihi ve nasi ecma'in." Sizning biringlar haqiqiy mümin bo'lanmaydi. Men u insonga nisbatan, şu musulmonga nisbatan o'zining bolasi, ata-onasidan mı yaxshi ko'ralmagichilik, yani meni ashundaq yaxshi ko'rmagichilik, yani balasidan mı uşuq, o'zidan mı uşuq, ata-onasidan mı uşuq, ortiq yaxshi ko'rmagichilik shu haqiqiy mümin bo'lanmaydi deb sifatlagan. Shuning uchun Umar radıyallahu anhu bir kuni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga "Ya Resulallah, men sizni ajoyib yaxshi ko'raman. Faqat yüzemdan qolsam sizni yaxshi ko'raman" deb mush gapni qilgan. Qiygan vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek imanı mükemmel bulmaptı. Yüzengdin mi yaxshi ko'rmasang meni haqiqiy müminlerden bulanmaysan degan vaqtda mana hozir men yüzemdin mi seni yaxshi ko'raman degan vaqtda endi tunudun bu haqiqatni degan. Yani bir hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarning birisi "Kıyamet qachon bo'ldi ya Resulallah" deb so'ragan vaqtda sen o kıyamet için nimin tayyorilding? Qanday katta amallarni qilding? Nima ishlarni qilding? Desa o sahabi qopab, men jiq bir yaxshi amallarni jiqib ketanmadim. Alohida o'zimni bek taqvodor katta musulmonlardan deb o'ylayolmayman. Lekin men Allohning rasulini yaxshi ko'raman desa, "El-mar'u ma'a man ahab." Har qanday bir inson kimni yaxshi ko'rsa, shuning bilan shu birga bo'ladi deb, yani Rasulullah'ni yaxshi ko'rishning o'zi jannatda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilan birga bo'lishning yo'li ekanligini shu alohida bayon qilgan. Shuning uchun her bir mümin, her bir musulmon o'zining iymoni qachon mukammal to'liq bo'ladi desa, Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem'ni haqiqiy yaxshi ko'rganda. Allah'a iman keltirish, Resulullah'a iman keltirish bilan birga andın mükemmel bo'ladi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh deyish bilan shu inson mümin musulmon bo'ladi. Bunun birsin deb eşhedü en la ilahe illallah deganlik bilan shu Resulullah'ning payg'ambar ekanligiga guvohlik bermasa, Resulullah'a ergishishni o'zining imoniy burchi deb qaramasa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaxshi ko'rishni
imanның şartı deb qarmasa, uçaqçı bu adam mümin, musulmon bo'lamaydi. Shuning uchun biz umumiy xalqimizni dunyoning nerede bo'layli, har qandaq madaniyat, har qandaq din egillari bilan aralashayli. Bu madaniyat, bu din egillarininki bizning dinimiz qilgan haqoratlari ya kamsitishlari bizningcha mush to'g'rimi doya, mushulamanda deydiya, deydiga ekilib qo'yishning o'zi bizning iymonimizning ne kadar tugishib ketayotganligi, o'zimizning hayat prinsipimiz, meydonimizning ne kadar tugishib ketayotganligi, o'zimizning boshqa madaniyatlarga ne kadar asmalasiya bo'lib ketayotganligimizning dalili deb tushunsak bo'ldi. Qachoniki payg'ambarimizni yaxshi ko'ra olsak, suya olsak, erishadigan vaqtda ondan men shundoq jiq madaniyat, jiq din, har xil dinga e'tiqod qilgan kishilarning ishida bo'lsammi, o'zimning kimligini saqlay oldim, o'zimning musulmonligi bilan yashay oldim deb faxrlansak bo'ladi. Qachoniki bu yo'ldan yiroqlab ketsak-cho, xuddi vatanimizda Xitoy xalqimizni asmalasiya qilib dinsizlashtirayotgan bo'lsa, va chet elga chiqibcho erkin dunyoda turib, o'zligimizning asmalasiya ulab, boshqalarning madaniyatini qabul qilib, boshqalarning urf-odat, hayot qarashlarini qabul qilib, o'zimizni yo'qotishdan boshqa narsa shu emas. Shuning uchun o'zimiz payg'ambarimizni yaxshi ko'rish, ergishishni Xitoyga qarshi turishdan iborat mushu vazifamizning bir qismi deb tungan vaqtda nada bo'lsak, Xitoy qanday qarshi turgan bo'lsak, payg'ambarimizni ashunda suyishimiz kerak, hurmatlashimiz kerak, ergishishimiz kerak deb tungan vaqtda haqiqiy Xitoyga qarshi turgan bo'lamiz. Chunki Xitoy hozir bizning xalqimizni mushu ulug' qarashlardan, mush iymoniy o'lchamdan shu yiroqlashtirishga kuchayotdi. Har xil zulmni mush sababdan salayotdi. Tabii halde bununla nurgun başka sebeplerle koşuldu. Lekin asaslık sebep kişilerini bütün dinden ayrış arkalık kişilerin kimliğini yoktuş. Kişilerin asmalasiyas kılış halkımızını. Onda boğan din keyin yüzümüzün ahlakı, yüzümüzün dini, hayat karşını saklap kılışının yüze muş Xitay karıştırış yoldaki asaslık bir vazife dep tunuşumuz lazım. Allah razı olsun da Allah'ım. Yukarıda bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaxshi ko'rishni, suyishni ne kadar ahamiyatli, muhim ekanligini bilib yetdik. Endi biz bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaxshi ko'ramiz deydiganmiz, bizda qandaq alomatlar topilishi kerak. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni yani qandaq qo'dishimiz kerak. Şu haqda qisqacha tushuntirib bersinlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaxshi ko'rish deganlik biz og'zimizda yaxshi ko'rdik deb qo'yash bilan yoki Facebook'qa bir shuarlarni chiqarib biz payg'ambarimizni yaxshi ko'ramiz deb qo'yash bilan, lekin amaliy hayotimiz, kundalik turmushimiz payg'ambar alayhisolamning ko'rsatgan yo'l yo'riqlardan yiroq asosda, chatnigan asosda yashash bilancho biz Rasulullohni haqiqiy yaxshi ko'rgan bo'lmaymiz va bo'lolmaymiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaxshi ko'rishninki eng birinchi sharti nima desa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabiiy holda hayot vaqtida Rasulullohga yordam berish, Rasulullohni qo'llash, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga ergishishdi. O'lib ketgandan keyincho, hozir o'lib ketdimdi yo'q aramizda. Unda bo'lgandan keyin endi Rasulullohni yaxshi ko'rishning eng birinchi alomati nima desa, dalil nima desa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ning sünnetiga ergishibmanish. Rasululloh ko'rsatgan yo'llarga ergishibmanish. Mana bu eng birinchi sharti. Shun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda necha oyatda va ati'ulloh va ati'ur rasul. Sizlar Allohga va Allohning payg'ambari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergishinglar deb buyurishdiki maqsad nima desa, bu buyurish Rasululloh hayot vaqtida bo'lsin, ta qiyomat kunigacha o'lib ketgandan keyin davomlashadigan bo'lg'achqa, xuddi Allah subhanahu wa ta'ala mangu ölmeydi, mangu hayatqo Allah ergishishga buyurildi Qur'oni Karim orqali. Xuddi shuningdek payg'ambarimizning qo'yib ketgan sunnati yo'li buncha qiyomat kunigacha o'lmaydi, qiyomat kunigacha davomlashadi. Chuqur bu sunnatga ergishib ma'miz deydigan mu'minlar qiyomat kunigacha davomlashadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sellemga sunnatiga yo'l yo'riqligiga ergishish mana bu Rasulullah'ni yaxshi ko'rganligimizningki birinchi dalili. Bu vaqt Rasulullah'ning nurg'un yo'l yo'riqlari va ko'rsatmalari va
özara münasebetli olsun, ictimai münasebetli olsun, arayal münasebetli olsun, Resulullah'ınki nurgun ahlak yol yürüktürü var. Şulağa hemmisi biz emel kılış tırışqa vaqtda andın haqiqi Resulullah'ını yaxşı görgen bulumuz. Resulullah'ını yaxşı görmen dep turup kişilerge zulüm kılış, Resulullah'ını yaxşı görmen dep turup kişilerin hak mal mülkini yiveleş mesela. Resulullah'ını yaxşı görmen dep turup hıyanet kılış, Resulullah'ını yaxşı görmen dep turup münafıklık kılış, düşman bilen hemkarlaşış, hemmisi o çağda kuruk dava vurdu. Resulullah'ını yaxşı görüşünün en birinci şartı Resulullah'ınki sünnetige, yol yoruqlarına ergişiş. İkincisi ne o dese? İkincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki vay ise Resulullah'ın zamanında yaşayan sahabelerinin qetidi bo'lib qalsam shu deb arzu qilishning o'zini Resulullah'ni yaxshi ko'rishning bir dalili deb bayon qilgan. Yani Resulullah'ın vaqtida biz yok, sahabe emas, hozir hech qanday adam yok. Lekin her bir musulmon cho desa, hey ise men shu hozir tug'ilg'ichilar shu Rasululloh bavaqt tug'ilib, Resulullah'ın xizmatini qildigan, Resulullah'a ergishib mangdigan bir ergashkuchisi sahabelardan bo'lsam chu deb buni arzu qilishning o'zi mush Resulullah'ni yaxshi ko'rganligining dalili degan nimishqa desa Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bu sahabeler hakkında bergen guvalıkları Allah subhanahu ve ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'de bular hakkında bergen guvalıkları nayet köpemde. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâhu alel kuffar ruhamâ'u beynehum. Yani Allah subhanahu radıyallahu anhum ve radu an. Netçe ayette Allah'ın buladır razı oğallığı, Allah'ın buladır razı oğallığı. Bu doğruluk ayetle yaman çıkın. Peygamberimizin silahının birine her kança emel kılıp mı benim sahabelerim yetken dereceye yetemeydi degan muşaqti nurgun hadisleri var. Demek bir müminin şu Resulullah'ın zamanında bo'lsamken, şu çağda yaşasam şu sahabe olab deb bunu arzu qilib ümit qilishinin o'zi yaxshi ko'rishning ikkinchi dalili. Üçüncüsü şu desa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki buyruqlarini icra qilishga alohida hirismen bulash, tirishchanlik qilish, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyruqlarini hürmetleş ve ulug'lash. Dördüncüsü şu ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yol yoruqlarını bütün müminlerge, musulmonlarga, bütün insaniyetke yetkizishga tirishchanlik qilish. Şunu ihya qilish orqali boshqalarga yetkizish. Chunki Peygamberimiz bir hadisda rubba muballighin aw amin sami'. Yani bir hadisde rahimallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma ballaghaha kama sami'aha. Allah subhanahu ve taala bir insanga rahim qilsin. O insan mening so'zimni angladi. Anglab uni tushundi yaxshi. Tushungandan keyin andin boshqalarga qanday anglagan bo'lsa shu bo'yicha yetkizdi. Deb buni chu alohida maqtagan. Ve shundaqla buning aqsini nima degan desa rubba muballighin aw amin sami'. Bazı vaqtda yetkizgichidan uni anglagan odam chu desa texmi yaxshi, shunudu texmi yaxshi şu sözünün hakkını berdi. Ameliyatda tarixni qaraydigan bo'lsak, nurgun alimlerimiz mümkün tabi'inin işinin mesela hadisni rivayet qilib sahabelardan algandan keyingilarga deb berganlar bor. Lekin ularning bu hadisdan alohida bir hayat, musulmonlarning hayat uchun bir hukm chiqarib, mandaq qilganlarimi bor. Nurg'unlar undan yo'q ham. Hadisni rivayet qilib ham qanday algan bo'lsa, shu bo'yicha yetkizgan. Lekin onu anlap çoğu andan nurgun alimlerimiz bu hadistin musulmonlarning hayatının nurgun hükümlerini, fıkhi hükümle, şer'i hükümle, hayati işlarda nimi işlerini qilish hakkında nurgun paydalançı bunun çıkan. Mana bu mu Resulullah'ın bu sözünün ne kadar mucize, ulug' katta bir söz ekanligining dalili. Xo'sh. Beşincisi nima desa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge nayet köp durut yollab turush. Çünkü Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima deb alohida buyurganım. Resulullah'a durut yollashni har qanday qiyada Peygamberimiz bir hadisda kim en bexil desa men zikr qilinib mening ismim men durut yollamay shu tugan adam en bexil adam deb tasvirlagan. Shuning uchun har qanday bir musulmon Resulullah'a durut yollashni o'zining bir kishilik vazifasi deb ko'rish kerak. Hem bu durut yollashning o'zini Peygamberimizni yaxshi ko'rishning dalili ekan deb bilish kerak. Yani bir hadis Peygamberimiz qanday bir adam ma kunda 10 qatim durut yollasa Allah uni cho jannatga kirgizdi degan hadismi bor. Shuning uchun mayli namozdagi durut bo'lsin yoki namozning boshqa vaqtida bo'lsin, alohida Resulullahga durut yollab turishni
özümüzün bir kişilik vazifesi, mesuliyetimiz deb tunishimiz lazım. Altıncısı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki sahabilerini, ailesini yaxshi ko'rish. Nima uchun desa, Peygamberimizni yaxshi ko'rishning, sahabilarni yaxshi ko'rishning o'zi Rasulullahni yaxshi ko'rishning dalili. Nima ishqa desa, Rasulullahning sunnati, Rasulullahning ish izlari, Rasulullahning hayotini yetkazganlar kim o? Desa, sahabeler, Rasulullahning ailesi. Unda bo'lgandan keyin bularning hammasini alohida yaxshi ko'rish, Rasulullahning ailesini yaxshi ko'rish, mana bu haqiqiy to'g'ri yo'lda bo'lgan mu'min musulmonninki sharti ve şundaqlı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaxshi ko'rishninki alomati ko'rinishi. Xo'sh. Yettincisi nima desa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga yomonlik yetsa, bunun qat'iy rozi olmaslik. Hozirgidek. Mana bugunkidek Rasulullah haqoratlanayotgan, bizning vatanimizda necha yil bo'ldi haqoratlanayotgani. Xo'sh. Bizning xuddi qarasamda bizning nurg'un odamlarimiz yoki bir qism qarindoshlarimiz bizning vatanimizda haqoratlanishga xuddi kunib qolgandek pozitsiya tutilgan. U vaqtda jiq masalan bizning ismimizni cheklash, masalan Muhammad, Ahmad degan ismni cheklashdan tortib qarasak, haqoratlaganlik shu. Uningdan boshqa bizning dinimizni, Qur'oni Karimni, Peygamberimizning hadislarini ko'ydirishi hammasi ajoyib haqoratlaganlik. Onundan keyin yeniden hem de dünyada bir kısım akılsız insanlardan bu hakaretleş yen kozgaldı. Biz neticeli olan bu vakti gap kılıp toğune. Kişi Musulmanlar dep kettik, bütün dünyaya dedik, vay bizim vatanımızda dinimiz banda bütün dünyada nurgu yalda Musulmanın kan tükülüp atkan bolsa, bizim vatanda Musulmanın kan tükülüp atır. Yani bir taraftan dinimiz mi hakaret kılınıvatır o? Dinimiz meskır kılınıvatır o? Ezanlarımız meskır kılınıvatır o? Özgertildi ezanın sözleri. Kur'an-ı Kerim köydürüldü. Peygamberimizin hadisleri köydürüldü. Hatta İslami isimini koymayız deyip şunun en beşeri Muhammed, Ahmet, Resulullah'ın isimlerini koyaşma çeklendi deyip şunda coğraf ketken tok. Bunu azgın insanlar bülgünü unugan cık insanlar çoğu. Meyli Musulmanlıdın, meyli başkıldın. Cıkları xuddi bundan iş olamdı o. Bu sılının gepanlığa işengen olmaydı o. Kanda iş olurdu bu Xitay degan bunda obdan devlet tutsa deydigan nurgun adamlar batı. İçin işi gerek. Mana bugün başka yaldı mı? Bu Avrupa alda bu hakaret, bu meskır kılış boptu. Bütün dünya turudu bugün. Hem adam bütün Müslümanlar bu hafta alahide söz kılıvatır. Lakin bizim vatanımızda çok tarihten bu yan deysek uçuk ketmeydi. Bizim peygamberimiz, dinimiz, Kur'an'ımız hakaret kılınıp kelgen. Şunun için ben bütün bizim halkımızga enik diyaleyimiz ki hazır. Hazır Avrupa'da hakaret kılındı peygamberimiz. Lakin bizim vatanda gerek emas. Muşunu unutup kalmasak orada. Dinga, peygamberimizge, Kur'an-ı Kerim'ge, Allah'a hakaret kılınıvatkan bizim vatandek ya yok. Ma en çok bir hakikat. Hiç kandaya da Allah'ın yok deysen demeydi o. Tekmi hazır kadarımda. Hiç kandaya da aşkar et çıkıp da hakkını çıkıp koyup durup Kur'an-ı Kerim'ni köydürmeydi o. Hiç kandaya da vay namaz okusanız nanını siz kim berdi goşnan ne deyip xat yazıp bir çaplamaydı o. Lakin bizning vatanda bu şolun hemmisi bulavatır. Hemmisi Ramazan'da harak içsen deyip zorlanıvatır halkımız. Hem adamga harakni dokununu koysan deb zorlanıvatır o. İslamның şuarları, İslamninki alametleri, Müslümanlıkның alametleri hemmisi hakaret kılınıvatır, depsenlik kılınıvatır. Şunun için ma noktani hiç kaysımız unutup kalsak olmaydı. Her kandak chet eldeki her kandak bir kafirning din kılıvatkan düşmanligi, Xitay komünistlerinin kılıvatkan düşmanliginin onun birgi toğru kelmeydi desek ma gap qat'iy yalgan bo'lmaydi. Ma hakikaten unutup kalmagan asasda muamele kılışımız lazım. Demek ki oğlum Peygamber Aleyhisselam'a hakaret kılınsa, meyli bizden vatanda olsun, meyli başka yerde olsun, bunun razı bulmaslık, mana bu Peygamberimizin yaxşı görüşününki, alametlerininki yettincisi dep karışık buldu. Yani alimlerimiz bunun başka nurgun alametlerini ya ki delil paketlerini oturup koygan, vakit münasebeti bilen ben müşahede bulduk.
Allah razı olsun. Hamda yuqorida deb o'tdik. Hozirgi vaziyatda, ya'ni shu yaqinqi kunlarda dunyoda payg'ambar alayhisolamni haqoratlaydigan, masxara qiladigan shunday ahvollar yuz berdi. Shuningga ergishib, siz degandek bizningki o'zini musulmon deb ataydigan, ismi o'zi Uyg'ur, ismi musulmoncha, shunday insonlarning ishidinma, ya'ni bu ijtimoiy uchur aloqa vositalarida bizningki payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni haqoratlaydigan yoki masxara qiladigan yoki olib boradigan shunday gaplarni qilgan, yozmalarni yozgan ahvollar yuz beryotidi. Buning hukmi nima? Yani shunday odamlarni nima deyish kerak endi? Bu haqda bir ochiq ma'lumot bersin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni masxara qilish yoki haqoratlash bu aslida o'zini men bir insofli inson deb taniydigan odamga nisbatan bu yarashadigan bir so'z emas. Xo'sh. Mayli erkinlik da'vo qilsin, mayli qanday da'vo ostida dunyodagi 1 milyard 700 milyon 800 milyon inson bizning payg'ambarimiz deb agishadigan, suydigan, yaxshi ko'rdigan bir payg'ambarni erkinlik da'vosi bilan ayıplash, haqoratlashning o'zi bu tuzkorlik, insofsizlik hem shundaqla erkinlikni o'zining manfaati ya xohlagancha iste'mol qilish, qo'llanish. Erkinlik degan shuarni yoki da'voni. Nima uchun desa, hech qanday mutlaq erkinlik yo'q. Yevropa aldım mesela nurg'un davlatda qartillik ma'vu deb ayblasa bu irqchi bo'ladi. Irqiy kamsitish jinoyat bo'ladi. Masalan, yoki bo'lmasa hatto er bilan akish to'y qildiganlar bor Yevropada. İnsan, sağlam insan qabul qilmaydi. Shuni ayblasa turmak kirib yotayotgan odamlar bor. Shuni ayblganlikdan Yevropaning o'zida. Mesela 2. Dünya urushida Yahudilar manch million ko'ydirildi deb nima bor? Shuni inkor qilgan odam Hitlerning qo'lida manch million Yahudi ko'ydirilgan, "Ay bu yolg'on gap, unda emas" degan odam jinoyatchi Yevropada nurg'un davlatda. Ütep ketgan bir ish qildi. Ve ondan başka nurg'un ishlar bor. Nurg'un ishlar bor, shuni qiysicho bu fikriy erkinlik qatoriga kirmaydi. Shu Yevropaliklar deydi, bütün dünyadaki insanlar ortak turadigan bir nokta. Erkinlik başkalarının erkinligiga tajovuz qilingan vaqtda erkinlik to'xtaydi deydi. Xo'sh. Mesela hozir meningki yo'lda menga erkin ve mevada deb masalan yo'lda mashinani qo'yib qo'ysam bu erkinlik bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bütün dünyada bunu cezalaydı. Neymiş uchun desa, sen haqning yo'lini to'sding deydi. Erkinlik deb mesela şu erkinlik davosini qilib hozir Yevropalikning ta'sirini bizning Uyg'urlardan payg'ambarimizga haqorat qilayotganlar. Mesela agar o'zi boshqalar uni tillasa ya ota-onasini tillasa erkinlik deb shu turamdi. Kar olmamdi mesela. Bu hatta bazı hayvanlarga erkinlik, mutlaq hayvan erkinlik hayvanga mansub deyilgan gap borken amaliyotda hayvanlar mutlaq erkin emas. Her qanday bir yo'lbosning ya eshakning ya nimaning o'rmonlikda ma'lum bir rayoni bor. Yat bir rayondan boshqa yerdan bizga kelib qolsa shu avak sig'dimay nim deb keldim avak deb qo'g'laydi. Shu hayvonmi o'rmonlikda podsho bo'lib yashash uchun o'zining rayoni bor. Her turdagi hayvonning yoki ma'lum bir necha hayvonninki masalan 5 6 7 8 bir jamoat bo'ladi. Demak bu dunyoda hech qanday narsa o'zi xohlagan bo'yicha yashayolmaydi. Chuqum bu erkinlik da'vosi boshqalarning erkinligiga tajovuz qildigan yak yaganda to'xtatish lozim. Xo'sh. Hozir shu Yevropada mana shunda. Hamma yerda shu. Shuning uchun bu da'voga ergishib gap qilayotgan Uyg'urlar o'zini tunish lozim. Birinci ulab o'zini men musulmon deb qarasa, o'zini men musulmon deb qarasa, mushundaq haqoratlash payg'ambarimizni masxara qilish bu insonni dindan chiqaradigan, bu insonni kafir qiladigan bir qabih amal. Qabih amal. Olimlarimiz kufrni ikki turga bo'lgan. Birisi yüz o'rish, ya'ni islomdan yüz o'rib kafir bo'lash, yana birisi islomga qarshi turish orqali kafir bo'lashdi.
Peygamberimizni mesxir qilganlik, Resulullahni haqorat qilganlikni shu desa, bu islomga qarshi turib kafir bo'lish bu. Butq sajda qilgandan katta bu kufrlik degan. Ya'ni butq sajda qilgandan ig'ir buning jinoyati degan. Xo'sh. Butq sajda qilishdan ig'ir degan. Nima uchun? Desa, chunki bu inson har qanday bir inson bir narsaga ishonsa, bir narsani yaxshi ko'rsa, chuqum buni hurmatlaydi, uningga ergishidi. Bu insonda o chaqda yolg'onchilik, masalan, yolg'onchilik tepilgan bir inson o'zi men ishinaman deb turgan narsani inkor qilgan ikkinchi bir yomon sifatmi shu ham tepiladi. Shuning uchun bu Peygamberimizni haqorat qilishning o'zi ajoyib ig'ir jinoyat. Munofiqlikning eng cho'ng alomati. G'azvat Tabukda bir vaqalik yuz bergan. Bir adam qo'pab, voy bu inna haula'il qurra arghabu butunan. Yani Resulullahga ergashgan qorilarni masxir qilib, azab qo'sug'iga adamni yes to'ymaydigan. Azab yolg'onchi, gapqiz yolg'on gap qildigan odamlar. Düşman bilan usurishgan vaqtda ajoyib qo'rqinchoq odamlar deb sifatlagan. Bu so'zni anglagan sahabe qattiq achchiq kelib, darhol men bu gapni Rasulullohga yetkazaman deb Rasulullohning yeniga yetkazishga borgan vaqtda buningdan burun Alloh tarafdan vahiy orqali bu bo'lgan gapning yetkazilganligini anglagan. Bu chaqil qaysi oyat tushgan desa, "Wala in sa'altahum la yaqulun innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Agar sen ulardan Muhammad sallallohu alayhi va sallam nima deb dinlama gapni? Nima deb meni va mening sahoballarimni bunda qo'shiq to'ymaydiganlar, yolg'onchilar, düşman bilan uchrashgan vaqtda qo'rqinchoq degan mushunda masxir qilgan gapni nima deb deysizlar deb so'rasam ulardan ya Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Ular javob berdiki, voy biz bu gapni bir rost qalbimizdan chiqarib degan emas, qalbimizdan chiqarmagan. Biz faqat bu yo'l yiroq bo'lgan ekan, yo'lning yiroqligini mushunda bir o'yin tomosha bilan quruq gapni qilib o'tkazile deb innama kunna nakhudu va nal'ab. Biz faqat bir o'yin tomosha qilish, ko'ngil etish maqsadi degan to'q. Bu sana yoki sening sahoballaringga yomonlik yetkazish, bularga o'chmanlik qilish maqsadi demagan, balki chaqchaq qilib ko'ngil etish maqsadi degan deb mushundaq javob berdi ular sana. Xo'sh. Ularga deb qo'yganki, sizlar Allohga, Allohni, Allohning oyati bo'lgan, Allohning kitobi bo'lgan Qur'oni Karimni, Allohning elchisini, ya'ni payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni masxir qilamsizlar. Ya'ni chaqchaq qildik, biz o'yin qildik degan gap bu masxir qilishning o'zi shu. La ta'tazirul yawm qad kafartum ba'da imanikum. Yani sizlar bugun ham bu gapni deb bo'lib, masxirni qilib bo'lib, haqoratni qilib bo'lib, voy biz qalbimizda unda emasdir. Ko'nglimiz bak yaxshi edi, sizni bak yaxshi ko'rdik deb o'zira aytib yurmanglar sizlar. Yani o'zira aytsanglar, ümidsizlantirmoqchi bo'yadiki maqsadim. Foydasiz sizlarga nisbatan o'zira aytishimiz. Chunki sizlar iymon etgandan keyin sizlar bir aş sözlü qilishning oldida bular mu'min aslida. Iymon etgandan keyin kafir bo'lib ketdinglar sizlar. Deb shu mush oyatni shu vaqt tushirgan. Xo'sh. Demak, har qanday bir musulmonning o'zini men musulmon deb turib, mushundaq haqoratga sherik bo'lishi fikri erkinlik degan quruq da'vo bilan. Bu o musulmonni dindan chiqardi, kafir qildi. O musulmonni kafir qilgan xatarlik yo'lma o. Shuning uchun Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining nurg'un amaliy hayotida o'ziga mushunda Rasulullohni masxir qilgan, sahobalarni masxir qilgan,
yoki islomni masxir qilgan bu kishilarni çok qattiq jazolagan. Chunki davlat egisi edi. Xo'sh. Qo'lda kuchi bor edi. Shuning uchun çok jazolagan. Nima uchun? Nima uchun desa, birincisi mesela nurg'un kafirlar onu jazolamaydi. Xo'sh. Shunami yaxmi? Nima ish qildi desa, Allah subhanahu va taala yüzü Qur'oni Karimda kafir bo'lganlar musulmon bo'lsa, uni afv qildiganligini bildirdi. Xo'sh. İslam yüzünün ilgirki her qandaq jinoyatni shu afv qilib yuturib, kechirib yuturib dedi. Ama Peygamberimiz qartaço desa, Peygamberimiz birinci Allah'ınki peygamber olğaçqa hürmetleşik tegishlikte, bu birinci sebebi. İkinci sebebi Resulullah ölüp ketdi, yok hazır. Xo'sh. Resulullah hayat vaqtida nurg'un odamni afv qilgan, nurg'un odamni kechirib o'tgan. Hozircho desa, hozir Resulullah uni kechirib o'tamdi, kechirmamdi, buni bilmaymiz. Xo'sh. Unda bo'lgandan keyin shunga bu agar musulmonlar kuchli bo'lsa, islom davlati bo'lsa, jazolandi bunda degan. Bunaqa haqorat qilgan odam. Shuning uchun biz bugünkidek bundaq vaziyatda yuqorida alohida o'tirib qo'yib o'tdik. Peygamberimizni haqoratlashga sheriklashishning o'zi nada olayli? Xuddi vatanimizda Xitoy Peygamberimizni haqoratlashga majburlayotsa, xalqimizning ishini haqoratlagan chuqum bor, majburlanib erkinlik bo'lmag'achqa. Erkin turib sheriklashishning o'zi shu Xitoyning qilayotgan ishini qilish, hamkorlashish Xitoy bilan. Xitoy bilan hamkorlashishdan boshqa narsa emas. Yani hem dindan chiqish, tabiiy holda dindan chiqish, kafir bo'lish. İkinci taraftan siyasi taraftan eg'ir xatolik Xitoy bilan hamkorlashish. Yani bu dinni, dindarlarni ayıplash, Qur'oni Karimni ayıplash yoki namaz, zakat, hajni ayıplash islomdagi tunilgan ibodatlarni. Bularning hukmini, buning ahamiyatini bilib turib, islomdagi bir mu'min musulmon bo'lishning bu sharti ekan deb mushuni bilib turib ayıplashning o'zi kufrlik. Kufrlikdan cho'ng jinoyat yo'q. Xo'sh. Jinoyatninki eng ig'iri odatda kufrlik. Shuning uchun har qandaq bir Sharq Turkistonlik birinci bo'lib musulmon bo'lish sifati bilan, ikkinchi bo'lib Xitoy qarshi turish maydoni, zolim qarshi turish maydonini ifodalashning yo'li nima desa, bundaq Rasulullohni haqorat qilishga qarshi turish lozim. Bunun qat'iy sheriklashmasligi, aralashmasligi lozim. Aralashib qolgan taqdirda Xitoy bilan o'xshash bo'ladi. Xitoy qilayotgan ishning o'zini bizning vatanimizda qilgan bilan o'xshash bo'ladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda yana bir oyat var. Xo'sh. Mush masala haqida. Nima deydi o ayette desa, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Sizlarga tushgan oyatlar, sizlar Allah subhanahu va taolaning oyatlarini anglagan vaqtingda bu oyatlarga kufrlik qilinayotgan, bu oyatlar masxir qilinayotgan mushundaq bir yerda bo'lib qolsangiz, sizlar bunda odamlar bilan qat'iy birga o'ltamanglar. Unda adamlar bilan bir sorunda bo'lmanglar. Qandaq bir adam bizning Uyg'urlarning qatidan, Turkistonlikning qatidan fikri erkinlik degan nom bilan mushak kirgan bo'lsa, mush oyatning aksini qilgan bo'ladi. Dalta tursin. Ular bilan birga o'ltamanglar, ular boshqa bir so'zni qilmoqcha. U so'zni tashlab boshqa bir so'zni qilsa, uning hukmi boshqa. Lekin mushu Allohning oyatlarini masxir qildigan, haqorat qildigan, payg'ambarga haqorat qilindigan mushunda so'rin bo'lib qolsa, qat'iy bular bilan bir sorunda o'ltamanglar. Birga bo'lmanglar. Agar unda qilib qolsanglar, innakum izan misluhum. Shular o'xshash bo'lasiz. Alohida bizni ogohlantirdi. Bu yerdan ham masalan hozir shular bilan amaliy
bir sorunda oturmagan takdirde mi? İctimai aloqachilarda Facebook'ta shularni ta'qib qilish, bir gruplarda bulash, WhatsApp gruplarida bulash, shular shunday narsalarni so'zlagan, yozgan yerda turishni o'zimi shulardan bir o'ltag'anlik ham gunohga shirk qilganlik. Tabii halda. Aşular yazgan narsani boshqalarga taqitish, to'g'ri xatoligini uqmay turib, har qanday gapni anglasa ya uchrab qolsa, mayli Facebook'da, WhatsApp'da bo'lsin, boshqa aloqa qilish vositalarida bo'lsin, tarqitishning o'zi aşular bilan birga bo'lishning hukmi. Ondaqda biz musulmon bo'lib sifatimiz bilan payg'ambar alayhisolamni yaxshi ko'rish vajhidan shunday gruplardan chiqitish, qata qilish yoki undaq Facebook'ni ta'qib qilmaslik, shunday odamni do'stlikdan chiqarib chiqarish bu bizningki aqalliy majburiyatimiz. Ya'ni eng hayron qolarlik bir masala, masalan, bizning Uyg'urlarning qadri masalan ma'lum WhatsApp to'plari ya uch-buchi. Yani bütün Müslüman'a hakaret kıldıgan, dinge hakaret kıldıgan, muşundak gruplarda bir munca adamlar oldu kenemde. Hoş. Bu hayran kalarlık bir iş hemde. Xuddi yani eski iş, eski bir suretini çıkarıp koysa şun cık adam kögendek. Facebook'ta mesela qanday yada eski bir suret olsa, hayasız bir suret olsa, şunu takip kıldıgan, şunu kördügan neçe milyon adam bağımdı. Xuddi şunundak aşında eski gap. Müslümanını eyiplaydıgan, Müslümanın ahlakını ya kitabını eyiplaydıgan, muşunda gaplar, muşunda iş olsa, cık adam ya kirip aldı iken, cık adam takip kıldı iken, cık adam onu nurgun neslini, qalayımqan neslini paylaşırgan gapken. Bularning hemmisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki İnnel abde la yetekellemu bil kelimeti min ridvanillahi azze ve celle. La yulqi laha balen. Yani bir bende Allah razı olduğun bir sözünü kıldı, o sözünün ne kadar ehmiyetini his kılmay. Onun Allah'a dikkat kılmay sözleydi. Allah muz söz arkalıkça bunun cennetlik derecesine şundak yukarı kıldı. Yani bir adam Allah'ın gazı kildiğen, Allah razı olmaydıgan bir sözünü kıldı, bu mu pervasızlık bilen? Bunun akıbeti, bunun cezası kançılık buladı, bunu oylamay kılıdı. Muş sebepten çoğu, muş sözünün sebebinden bu devzakta 70 yıllık çunku yagi çoğu çıkıp gidiyor dep tasvirleyen. Muşunu acayip düşündüm. Muş Facebook, WhatsApp, başka nesilden qalayımqan nesilini paylaşış, şunda qalayımqan adamını takip kılışının üzeri man muşunun pervasızlık düşündüm. Ma pervasızlıkını çokum taşışımız lazım. Allah bizninki her kandak çoğun küçük işten hemmisini hesap vardı. Bunu unutmaz. Gaybe şikayet anlaş, nurgun günahlığa şirik ulaş, hemmisi bizim yamanlık defterimizde yazıldı. Rahmet ustaz, Allah razı olsun. Vaktim bir yere bırakıp kaldı. Bir şeyde toxtatsak. Başka yapır bağlı ya. Ve ahiriste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir hadisini esiltey. Bugünkü Müslümanlar hemmimiz güçlüdü. Min eşeddi ummeti li hubben nasun yekununa ba'di. Yeveddu ahaduhum lev ra'ani bi ehlihi ve mali. Minin ümmetimden işiden meni en yaxşı gördüğün kişilerin qatarıdan kim o dese bir kısım insanlar. Hoş. Bu insanlar menden keyin kirdi. Yani mening sahabelerim emas ular. Hoş. Bular menden keyin kirdi. Ularning biri o'zining ailesi, o'zining melini pida qilib turib, meni kurashni yaxshi ko'rdi degan. Allah subhanahu ve taoladan hammamizga mushundaq bir muhabbatni, yani biz o'zimizni va oilamizni pida qilib bo'lsa Rasulullohni bir ko'rsamkan deydigan muhabbatni Allah hammamizga ato qilsin. Yani hazır hem de hiç olmasa ölgende Peygamberimizden birle tabii halda birle bulaş. Rasululloh bilan shu yaxshi ko'rganlar yuqorida al mar'u ma'a man ahab degan hadisning hukm bo'yicha Rasulullohni ashunday yaxshi ko'ra olsak, cho'qim Rasululloh bilan shu hozirda sizlarga o'zizga amal qilsak, bundan keyin hiç olmasa qiyomatda birga bo'lamiz. İnşallah. Allah razı olsun. Hürmetli televizyon qarindoshlar, bunun bilan bugungi savol va javob nomli programmamiz bu yerda oxirlashdi.
Yana başka programlarda görüşmek ümidi bilen hemmelerine Cenab-ı Allah Teala'ya tavsiye ediyoruz. Hayırlı hoş aman bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.